Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Shariatimizda qasam ichishdan bir ma'noda qaytarilgan. Qasam ichish bu talab etilgan amal emas. Hattoki qozilikda deylik da'vo bilan mahkamaga borgan odamlarga qasam ichirilishi uchun shartlar bor. Mana bu narsada tan olmasa, yo buni inkor qilsa, yo buni o'qisa degan ancha shartlardan keyin demak qozining huzurida ham keyin qasam ichiladi. Demak qasam ichish bu matlub amal emas, marg'ub amal emas. Bunga targ'ib qilinmagan. Lekin birov qasam ichib qo'ydi. Qasam ichgandan keyin nima qiladi? Demak, qasam ichib qo'ygandan keyin qasamiga zid ish qilsa, qasamini buzib qo'ysa, unga endi kafforat berishlik vojib bo'ladi. Bir ishni qilmayman deb qasam ichdi, qilmasdan yursa kafforat vojib emas. Qachonki o'sha ishni bajarib qo'ysa, bo'ldi, endi unga kafforat vojib bo'ladi. Endi kafforat vojib bo'lgan qasamini buzgan odam nima qiladi desa, u tartib bilan qo'ydagi ishlardan birini qiladi. Birinchisi 10 ta odamni taomlantiradi. Qasamini buzdi, 10 ta miskinni taom beradi. Bitta miskinga 10 kunlik taomni birdan bersa, ixtilof bilan joiz bo'lmaydi. Ya'ni kambag'al odamga 10 kunlik ovqatni berib, mana bir kunlik ovqatini misoli deylik pul bilan o'lchaganda bugun kunda 20 ming bo'lsa, 200 ming so'mni mana bitta qasamimni kafforatda bitta miskinga bersa, bir kuni uchun bo'ladi, 9 kunigina to'lash kerak bo'ladi. 10 ta miskinga yo bir bo'lib beradi yoki bir miskinga 10 kun alohida beradi. Ana shu bilan demak u birinchi qilish kerak bo'lgan narsa. Ikkinchisi, demak buni ovqat bera olmadimi, endi 10 ta miskinni kiyintirish kerak. Kiyintirish qanaqa bo'ladi? 2 sidra kiyim bo'lsin. Ya'ni bir ustiga kiyadigan ko'ylagi, bir pastiga kiyadigan shimi. Eng kamida shu 2 ta sidra kiyim bo'lish kerak. Bitta miskinga beradigan. Shundan 10 ta miskinni alohida kiyintirsa, demak qasamning kafforati uni zimmasidan soqit bo'ladi. Uni ham, buni ham qila olmayapti. Puli yo'q, ovqatlantirishga kambag'al o'zi miskin. Kiyim berishga umuman sharoiti yo'q. Endi nima qiladi desa, bu odam 3 kun ketma-ket roza tutib beradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu borada alohida oyat nozil qilgan. O'sha oyatda shuni hozir men aytib o'tgan narsani bayon qilib, zikr qilib o'tgan. Demak, bu narsa Moida surasi 89-oyatida min awsati ma tut'imuna ahlikum degan. Demak, oilasini boqadigan kishi oilasiga yediradigan taomni o'rtachasini beradi. Ya'ni kambag'alroq odamni beradigan kafforati kamroq bo'ladi. Boy odam o'zini oilasiga serob qilib taomlantiradigan odamning kafforati boshqacharoq bo'ladi. Chunki u boy o'zini oilasiga yediradigan taomni o'rtachasini olsa, kambag'al o'zini oilasiga yediradigan taomni o'rtachasidan ko'p bo'ladi, baland bo'ladi uniki. Shuning uchun demak insonlarning yashash tarzi ijtimoiy holatdan kelib chiqib to'laydigan kafforatda ham farq qiladi. Boyiki ko'proq, kambag'alligi kamroq bo'ladi. Shundan demak qasam ichganda demak qasamini buzsa, unga shu yuqorida aytilgan shaklda kafforat to'laydi. Endi shu o'rinda bir odam bir qasam ichdi. Shariatga ko'ra nojoiz bir ishga qasam ichdi. Aytdiki, men ota-onam bilan umuman gaplashmayman. Bo'ldi, Allohga qasamki ota-onam bilan gaplashmayman deb qasam ichib qo'ydi. Endi shu qasam ichgan odam o'sha qasamida davom etish kerakmi? Bu borada payg'ambar alayhisolatu vassalomni Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan mashhur hadislar bor. Rasululloh alayhisolatu vassalom aytadilar-ki, "Man halafa ala yaminin", sizlardan biringiz bir qasam ichib qo'ydi. Hozir aytgandek ota-onam bilan gapirmayman deb qasam ichib qo'ydi. Faraa g'ayraha khayran minha. Ana o'sha qasamni ichib qo'ygandan keyin o'sha ichgan qasamidan ko'ra xayrliroq boshqa bir ishni ko'rdi. Ota-ona bilan gapirish undan ko'ra yaxshi-da, gapirmaslikdan ko'ra. Nima qiladi endi u? Endi u qasamini buzadi, falyukaffir an yaminihi. Qasamini buzadi va o'sha qasamini kafforatini to'laydi. Demak, bu Rasululloh alayhisolatu vassalomning hadislaridagi tavsiyalar. Bir yaxshi ishni qilmayman deb qasam ichib qo'ygan odamga endi tez qasamini buzadi, qasamini buzib kafforatini to'laydi va o'sha yaxshi ishni davomli qiladi. Bir odam ehson qilib yurardi bir kambag'alga. Ehsonini qilmaslikka qasam ichdi. Ehson qilishdan qaytarilmagan. U yaxshi ish u. Endi qasamini buzsin, haligi yuqorida aytilgandek kafforatini to'lasin, ehsonni davomli qilsin. Mana shu dinimizni buyurilgani. Shuning uchun demak bu borada bizni nimamiz bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri, birov qasamini ixtiyoriy buzadimi, majburiy buzadimi, ikkalasida ham kafforat vojib bo'ladi. Shunga e'tibor berish kerak bo'ladi. Allohu taala alam bis-savob.